Amerika Bazı Radyosu Xitay tili programmasining mas'ul muxbiri Behva apandining yozgan yuqorqi yozmasining oxirgi bir abzasida bundaq ko'rsatdi. Ko'plagan davlat kuchlarining O'rta Osiyo kirishiga agishib, Jungomi o'xshashla xirasqa duch keldi. Mana bu to'g'ri gap. Tabiiy gaz masalasi Rossiyaga tayinib qilishni o'zgartirish uchun Turkiya Turkmaniston bilan suhbat elib berib, tabiiy gaz import qilishni o'ylashyapti yoki planlayapti. Undan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry apandi, Yaponiya vaziri Shinzo Abe apandi, Hindistonning vaziri Modi qatorliqlar har qaysi davlat rahbarlari bir necha oy burun O'rta Osiyoni orqa-orqadan ziyorat qildi. O'rta Osiyo ishlarini tadqiq qilguvchi O'rta Osiyolik bir olim mundaq ko'rsatdi. Xalqaro vaziyatning o'zgarishi har qaysi taraflarning O'rta Osiyoda ta'sir ko'rsatishni qo'lga keltirishga turtki bo'lmoqda. Demak, xalqaro vaziyatning o'zgarishi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining bir oyinga diqqat qilish emasdan davlat ishlar kotibi John Kerry apandi O'rta Osiyoni ziyorat qilgandek. Shundaqli Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe O'rta Osiyoni ziyorat qilgandek. Mushu cho'ng davlatlarning O'rta Osiyoga qaytadan diqqat qilishga turtki bo'lmoqda deydi xalqaro vaziyat. Rossiyaga nima bo'ldi? Turkiyani apo qilishga qaror qildi. Mavzuli xabar 12-oyning 10-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. 12-oyning 9-kuni anglatgan xabarlarga Don Press Rossiya agentligining 12-oyning 9-kuni anglatgan xabarga asoslanganda Rossiyaning vaziri Medvedev Rossiya televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Turkiya Su-24 belgilik aeroplanni urib tushirib o'tib, urush portlashining asosini yaratib berdi. Yoki Rossiyaning Turkiyaga hujum qilishining asosini yaratib berdi. Lekin Rossiya prezidenti Vladimir Putin masalani urush bilan hal qilishni taklif qilmadi. Garchi Rossiya Turkiyani apo qilishni qaror qilgan bo'lsa-mu, lekin bu ish Turkiya Rossiya munosabatida yomon ta'sir qildi. Demak, bu yerda Turkiya Rossiyani apo qiladigan bo'lsa, Rossiya Turkiyani apo qiladigan bo'lsa, shundaq mumkinlik ichida Medvedev debdi, Liangjiye debdi, buni apo qildi deb tushunsak bo'ldi, tarjima qilsak bo'ladi. Demak, Rossiya Turkiyani apo qiladigan, Turkiya Rossiyani apo qiladigan bo'lsa, demak, bu rayonda diplomatik inoqlik, ya'ni asli keldi degan gap. Behva apandi, shundaq ahvol ostida Jungo yana qanday fursatga erishilishi mumkin? Masalan, O'rta Osiyo kirish masalasida, O'rta Osiyo ta'sir doirasini kengaytirish masalasida bu tush hech qachon afsona rivoyatlarga asoslanganda Jungoliklar O'rta Osiyoga kelgan emish. Lekin Jungoliklar O'rta Osiyoga tarixda hech qachon kelib boqqan emas. Biz tarixshunos emas, ancha-muncha tarix kitoblarini o'qib qo'yamiz. O'rta Osiyo kirgan vaqtda Jungoliklarning 1943-yil 1-oyda Gomindangning 100 ming kishilik armiyasi O'rta Osiyoning sharqiy bo'ligi Uyg'uristonga tajovuz qilib kirgan kundan boshlandi. Uningdan burun bu rayonga Mo'ng'ullar keldiki, Manjular keldiki, Xitoy atliq odam hokimiyat tiklab O'rta Osiyo kelib boqqan emas. Biz boshda aytgandek, singib kirish, dollarla yoki harbiy kuch tayinibli emas. Eng muhimi singib kirish, madaniyat orqali singib kirish, men bu g'alaba qila oladi. Jungoda shundaq madaniyat bormi, Behva apandi? Men Gegeldan misol keltirdim, diqqat qiling.